漫画偉人物語。名もない草花虫けらたちを愛し育てた人がいた。自分を犠牲にふるさと国を戦い守った人もいた。後に続け青春たちよ、後に続け遅くはないさ。急ぐことは難しいが、時に振り返ることはもっと難しい。(1886) Berlin daşiyəsinin fan tədqiqat orduğa Yaponiyalik Kitasato Shibasaburo isimlik bir elən imtihan berib gəldi. Oo! Nişə şu kəndə? Axır tepibmi? Adama mı? Bu tədqiqat o'rnida dunyoga mashhur olimlar mikroorganizm va bakteriyani tirishib tadqiq qilyapti. Efendiler, keçiringlar. Ben Yaponiya tibbiy ilim sohasidagi yaxshi avlod. İsmim Kitasato Shibasaburo. Ko'proq xayrixohlik qilasizlar. Men bu Yaponiyaning chet eldagi o'quvchisi sifatim bilan sizlarga o'xshash ustozlar va kasbdoshlarning orasiga qitilganligimdan qattiq hayajonlanyapman. Bana o'xshash bir odatdagi ziyolining dunyoda birinchi o'rinda turadigan tadqiqot o'rnida ishlayolishi haqiqatan odamning aqliga yetmaydigan ish. Buni hatto o'zim tasavvur qilolmayapman. Ammo bu o'zay ish bo'ldi. Mening jo'zam nerede o'qiydi? Mao jo'zi pez jo'zgan. Bana o'xshash bir odatdagi ziyoliga mushundaq viviska tazim muhabbat. Siz nimachi yo'lsiz? Bu ko'qapanning jo'zi tursa. Satış qıtdım efendim. Bir yakilinə. Bu Yaponiyanın alayda tügünçək çəkçi. Bunu sizge soğuk qılay. Efendim, bu yakilinə. Mən sizdən bir işini sormaqçı. Bu neymi? Bu diyen, bu... Efendim, ondaqda ahuçu. Bu diyen, bu... Mən bunu sizge tapşırsam boğudu. Efendim! Bunu sizge berey. Mən manğaştıray. Mən manğaştıray. Həmmisini tinci anlışınız mı? Koq efendim, mən sizdən bu məsələni sormaq istedim. Yapqamaysınız o. Ne ket o? Shibasaburo bilim və texnikada aqıda qalğan Yaponiyadan dünyada birinci o'rinda turadigan fan tədqiqat yurtiga qadam basqan aman butun zehni bilan o'rganishga kirishib ketdi. Ammo bunu nima deb o'qiymiz, Koq efendim? Deb bering. Ajab qo'riq tadbiqi odamgina bu. Efendim, sizni avar qilay. Efendim, sizni avar qilay ayting, bu masalani. Efendim, bunu efendim, sizni birden avar qilay bulamdı. Bu masalani sizni sormaq istedim. Ben bunun to'g'risini faqat uqamadim. Siz yetishmaysiz bo'pti ekan. Efendim, Shibasaburoning bilim ilishga bo'lgan o'tda qiziqligini ko'rgan ko'pchilik asta unindan yiqilgan bo'ldi. Ammo bu uning uchun baribir edi. Efendim, bu qanday? Kim o? Efendim, ben sizden bu meseleni sorumsam bo'lmaydi. Efendim, to'xtab turing. Bu meseleni sizdan sorumsam bo'lmaydi. To'xtab turing efendim. To'xtang. Rahmat sizga. To'xtang. Voy voy. Rahmat sizga. Bu nima qilganingiz,
Ne meseleni sormoqchidingiz, ha? Tağa, belki sizmi bir ustoz bo'lishingiz mumkin. Hay, bunchalik narsani kichik bolalarmi biladi? Men vatanimga mushtaq qaytam dema. Sizmi Yaponiyada olim hisoblanamsiz? Albatta, men Yaponiyada birinchi darajalik olim hisoblanaman. Undaqda Yaponiyada odam kasal bo'lib qolsa davolash mumkin emas-kanda. Nima? Bu mundaq ish. Yaponiya Meijining o'tirlarida kasalning oldini olish va kasal davolash jihatlarida g'arib kisilishtirganda yanada nihoyat oqid edi. Namratlar og'risa hamisha duo tilovat qilib Xudodan madad tilaydi. Ko'p sondagi jamiyat a'zolarining davolanish va tozalik muhit yaxshi bo'lmag'achqa qo'rqinchli yuqumli kasalliklar adab ketadi. Bundaq echinishli ahvol qarta muvofiq chora tepish zarur edi. Buning uchun g'arbning ilg'or tibbiy ilmini tizdan o'rganmay bo'lmaydi. Shundaq, men Yaponiyaga o'qishni bitirib, ondan qaytaman. Meni shuncha jiroqning Germaniyaga nemish qilayotganligi menga tamamen tushunishlik. Qisqasi, men jinining bericha tirishiman. Shibasaburo jon-jahli bilan tirishib o'rgandi. U qisqagina vaqt ichida nemis tilini puxta egalladi. Shibasaburodek bilimga tashna odam uchun aytganda, bu tadqiqot o'rnidagi nurg'un kitoblar bir xazina edi. U hatto tomoq va uxlash vaqtidami kitob jo'sdan ayrilmaydi. Nima degan payzi? O'qishni g'arib o'qig'ini bilan tomoqni yana Yaponiya paytisi aytganman. Azroq choy iching. Shunday qilib 3 yil o'tdi. Shibasaburoning bilim olishga bo'lgan kuchli orzusi qilcha o'zgarmadi. Haqiqatan shundoq. Bir kuni qatma bakteriyasi ekan. Qatma bakteriyasi? Noqul aytildirganda. Yo'q, ayrim joylari ancha muvofiq emas. Biz yana kechiringlar, daxl qilgan bo'ldim. Tok chiqaradigan bakteriyaning ismi nima? Qanday narsa bu? Bu tok chiqarmaydi Sabro. Bu degan tetanos, qatma bakteriya degan mushu. Qatma? Bu iliq bolalar oson yuqadigan qo'rqinchli kasal shumi, ha? Gap bolalar oson yuqmaslik emas. Yara ig'izning yuqumli. Bu bolalar osonroq yuqadi. Shibasaburo qatma degan so'zni anglagan aman o'z kishi chig'ida ko'rgan echinishli bir voqeani esiga oldi. Uning bir yaqin do'sti yiqilib ketgan bir bani bilan mushundaq kasallik bakteriyasini yuqtirib olib, uzun o'tmay qo'li tortishib og'rib o'lib ketgan edi. Halbuki bundaq kasalga doktorma hech qanday iloj qilolmaydi. Ular dunyo bo'yicha eng qo'rqinchli bu kasalning retseptini izlagan bo'lsa-mu, texi topolmagan edi. Qo'li tortish qatma kasallik keltirib chiqaradigan eng yomon dushmanmi? Uni aniqlik saqlab davolaydigan dorini topib qoldi ekan-ku. Qatmani keltirib chiqaradigan eng yomon dushman qo'l tortish emas, kasallik bakteriyasi, ammo u narsani hozircha hech kimning tutanlig'i yo'q. Chunki mundaq bakteriya hamisha boshqa bakteriyaga ayrilish vaqashqa uni ayirmoqmi tez. Agar uni ayirmoqli bo'lgan bo'lsa, bu ishda umid bo'ladi. Undaq bo'lsa, men bir ayirib boqay. Qandaq? Sizmi? Ko'xstas necha qitim sinaq qilib muvaffaqiyat qozonmagan sizga nima qo'yibdi? Men ayirsam qanday qilasiz? Men o bakteriyani boshqa bakteriyalardan cho'qim ayirib chiqaman. Dunyoda nurg'un mashhur olimlar muvaffaqiyat qozonmagan o muvaffaqiyat qozonadi. Shuni deyman. Men jazman muvaffaqiyat qozonaman. U bir nimani cho'qim tutaman. Men tibobat ilmining darvosidan kirgan ekanman. Bu ishning o'tisidan jazman chiqishim kerak. Xiriyat tutaman desan kela. Bizning Abrahimimiz ham Krishon. Hatto, ularni yana qochirib qo'ydim. Ularni jazman tutaman. Bu haram tomoqlar. To'xtab tur. Men senlarni tutmaydigan bo'lsam, qo'yadi kela. Alloh, biz qo'yadi kela. To'xta. To'xtash. Stop, aldım. Men qo'yadi kela. To'xta.
Bana sen. Ben geldim. Hem de onu. Hem kaçamaysa. Doktor. Doktor. Ben bulanmı dedim, sen nimada adam giyip şu olsa. İp şu olsa demse, o meni xussiydim. Acaba uzal adam gelse. Canaplar, katmeni keltirip çıkırdığın en aşağıda düşman manımız şu. Ben bunu tuttum. Ben haqiqiy kesbi dokulatı emdi yazmam. Canaplar, ben bu bakteriyadan paydalanıp, katmı kesilini davalaydıgan doğru yasab çıkaman. Siz qanday odamkansiz Shiba Sabro, muvaffaqiyat qozondi. Ayting, Koq apandi, bu narsani nima deb atsak bo'la, ha? Men qatnı bakteriyasi Shiba Sabro bizni tutib akilib immunni qonzardavini yasab chiqdi. Qonzardavini foydalanib kasalni davolash va uning oldini olish usuli qonzardav bilan davolash deb atiladi. Buni Shiba Sabro bilan Baydin ismli biraylar birlikda kashf qilgan. Buning o'zi dunyoviy cho'ng kashfiyat. Bugungi kunda Yaponiyada yuqumli kasallik 4 darajada azaytildi. Buning hammasi Shiba Sabroning iltifotidan bo'ldi. Bundan ayirib qarashga bo'lmaydi. Sizga muborak bo'lsin. Men yana uni mediklab ketdim-ku. O'rta dengizning zumradek suvlari mayin shamolda bilinar-bilinmas to'lqinlayotgan, dengiz ustida biliq chiqishlar yirik parvoz qilayotgan shundaq bir faslda Italiyaning Neapol portiga nurg'un sayohatchilar kelib, italyanlarni alohida xush qilayotgan edi. Doda'nın kemisi portga kirdimi? U o'lib ketdi. O'lgan odam qayta tirilmaydi. Çaqqan bulbola. Hey, Lok degansanmi? Dadangning kemisi cho'qim keladi. Siz kim? Men cho'chak yozdigan sayohatchi. Men sana cho'chak aytib beraymi? Burun Donining bir yezsida Anis ismli bir bola o'tgan ekan. Uning dadisi Nayt Namrat Mozdoskan. Qishning ajoyib sovuq kunlarining birida kishilar Hanisga ko'z yishqib turib, uning dadisining o'lib ketganligini aytdi. Ammo Hanis dadam o'lib ketmadi. Sovuq joyga sayohat qilib ketdi. Kelajak qishda cho'qim qaytib keladi deb o'ylabdi. Anis shunda qilib keyingi qishning kelishini ig'ir besiqlik va umidvorlik bilan davomli kutaveribdi. Anis tushkuga o'xshamamdi. U tozimi dötnemikan. Uning o'rnida sen bo'lsang, shunday o'ylagan bo'larding. Sen har kuni mashada o'tirib o'tmamsan mana. Men tushimni ko'rib oldim. Endi shaharga berib ishlayman. Anismi ayni vaqtda shaharga berib ishlagan. U shu chaqda endi 14 yoshga kirgan bo'lib, uning uchtsidagi kiyimlari nayt kulgilikdi. Anis shaharda bir teatrxona topdi. Men usul o'ynay olayman, naqsh eta olayman. Meni ishga olsangiz bo'pti-ku.
Yo'qol. Teatrxona uni ishga olmadi. Bu chaqda xonasining yonida bir tiyinmi pul qolmagan edi. Saranga olamsiz? Kechiring, men yeni pul solmabdiman. Bundaq so'g'liqda buning bilan o't qalasangiz, isingili bo'ladi. Rahmat sizga. Anas qor yaqqan o'rindiqda o'ltirib, bu muloyim va yaqinliq saranga sotquchi qizchaqni bosh qahramon qilib kichikkina bir hikoyani to'qib chiqdi. Sarangini setib olmasang, uyga qaytquchi bo'lma. Saranga ilinglar. Saranga ilinglar, kim saranga oladi? Saranga ilinglar, saranga. So'qoq, nima degan so'qoq? Ana. Jannatdagi ana. Saranga kuyib tugidi. Bu bechora qizmi tonglab o'lib qoldi. Bu qizni baxtsizlikdan qanday qutulish kerak? Anas to'nglag'anidan dir-dir titraydi, ammo u yanada o'sha joyda xiyol surib o'ltiradi. Men ketdim. Look, hayot deganda baxtsizlikdan xoli bo'g'ilib bo'lmaydi, ammo buni yomon ish bo'lishi noto'g'ri. Hey, men qaranglar, dadam qaytib keladi-ku. Undan xabar keldi. Hey, look. Rahmat sizga tog'a. Dadam yaqinda qaytib keladi-ku. Undan xabar keldi. Ertesi yağmur yağdı. Dadamning ishi qanday bo'ldi? Uning ismi dadamning ismiga o'xshaydi ekan, biroq u mening dadam emas-ku. Look, xonasimi yakkigani bir bola bilamsan. Hanes. Muallim, men bor. Boshqalarga o'xshash o'yna, boshqalarga o'xshash. Muallim, men mushundaq tushundim. Mush tushuncham bo'yicha o'ynayapman. Mana bundaq. Mana. Hanes. Men yana bir deb qo'yay. Sening qilgan ishing boshqalarga o'xshamaydi-ku. Sen o'ynama, bo'ldi-ku. Qani, davomlashtiraylik. Anis yana yalğız qaldı. Bu çağda Anisning ko'ngliga mundaq bir voqea keldi. Bu bo'lsa-mu bizga tonish bo'lgan sat o'dak cho'yilsa haqidagi cho'chak edi. Voy, nima ish bu? Nima degan satchichi bu? Qahraton qish kunlarining birida bu rangi sat o'dak cho'jisi onasi va qarindoshlaridan ayrilib yalğız qoldi. Qish ketib bahar kelganda quyosh nurining teptida qarlar erishga boshlaydi. Boshqa cho'jilar onasi ko'ynib obdan baqqashqa hammasi cho'ng bo'lib qatoriga qo'shiladi. Bu chaqda iliq sat cho'jimi uchishga boshlaydi. To'g'ri. Mushundaq yozay. Sat o'dak cho'jisi haqiqiy chiroyli oqodak bepoyon ko'z qaravas qilsin. Yana nimalarni deyapsan, Hanes? Menga chatda tur. Men bu Hanesni bir ko'rsam bo'g'idi. U hozir nerede-du? Bak, qara. Hanes seni o'ta turmamdi. Bu ne?
Sana soğuk kılay. Hanis keyin qandaq bo'ldi? U ketib, o'z yolg'iz namunatliq ichida tirish o'ginishga boshladi. O'ginishga? Mening faqat o'ginish bilan xushim yo'q. Anis o'ginishda boshqalarni yaxshi natija hosil qilgan bo'lsa-mu, ammo u o'zini faqat ko'rsatmaydi. U qandaq o'rgangan ekan? Anis cho'chak to'qishga nihoyat mahir edi. U cho'chaklarni to'qib qolmay, yana ajoyib isl maqollarni yozib chiqardi. Shunga maqol yozganda uning uslubi bilan yozish usuliga diqqat qilish kerak. Anis hatto siya to'nglab qolganda qahrdan so'g'oqda osh qo'saq turibmi, to'lib toshgan ishonch bilan o'ginishni qat'iy davomlashtirgan. Siz o'xshamamsiz. Undaq bo'lsa siz cho'qim ulug' cho'chak yozg'uchisiz ekansiz-da. Anis ulug' odam emas, odatli odam. U ulug' varg'ayni ko'ngliga pukib, yeziqchilikni izchil davomlashtirdi. Look, juda portqib berib boqayli. Ha. Dadam cho'qim qaytib keladi. Cho'qim qaytib keladi. Dadam cho'qim qaytib keladi. Hans Christian Andersen ulug' yozuvchi bo'lish sifati bilan bizga nurg'un munavvar cho'chaklarni yozib qoldirgan. Buning ichida Sat o'dak cho'chisi, Sarang sotquchi qizchoq va Podshoning yeng kiyimi qatorliq cho'chaklar hozirmi hammaga tonish mashhur asarlardir. Asobi suki da kedo, choppiri gaman shite夏の日盛りもよいしょ働いたよ今でこそ私めは大統領国を司る偉い人でもさ本当はさただのアリ羽目を外してどんちゃがしたいのよねおっとっとっと本文忘れるべからずありのありによるありのための私めは